Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Bugun yana savollarga javob berishga qaytamiz va orada bo'lgan 1-2 kunlik pauz uchun uzr so'raymiz. Sababi YouTube akkauntimizni yangi yuritayotganimiz uchun savollar soni kam bo'lgan va shu sababli orada 1-2 kun yana pauza qilishga to'g'ri keldi. Xo'p, endi savolga keladigan bo'lsak, yordamchi fe'llarda bo'layotgan qiyinchilik bor bizda deyilgan. Yordamchi fe'llar qanaqa? To be, to do, to have kabi yordamchi fe'llar bor. Endi borligini ifodalash yoki perfect zamonlarni oladigan bo'lsak, to have yordamchi fe'lidan foydalanamiz va to do fe'li bu hozirgi zamondagi ish harakatlarni ifodalaydi. U negativ va so'roqlarda ishlatiladi. Misol uchun, I don't have any money yoki do you have any plans kabi yoki to be fe'liga keladigan bo'lsak, to be fe'li bu be fe'lidan olingan emizordan iborat. Hozirgi zamondagi ma'lumot fe'llarini ifodalashda ishlatiladi. Buni hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Ish harakat bo'lmagan jamiki ma'lumot fe'llarida to be dan foydalana olamiz. Misol uchun I'm a student, I am 15 years old kabi misollar yoki kech qolganingizda ham I am late ishlatiladi. Ya'ni late bu ish harakat fe'li emas, bu ma'lumot fe'li. Yoki ba'zi bir fe'llar bor, ing olmaydigan continuous zamonlarda bulardan to be bilan ishlatib, fe'llarga ing qo'shmasdan ishlatishimiz mumkin. Misol uchun I'm hungry, I am late kabi fe'llar, yoki I'm tired kabi shu kabi fe'llar bor. Yordamchi fe'llarni bundan ortiqcha keraksiz narsalar ko'p, lekin asosiy narsalar shu. Siz shu holatda ishlating, bo'ldi. Boshqa narsalarga o'zingizni chalg'itmang. Hop, keyingi savollarda, xudo xolasa, keyingi videolarda yana savollarga javob beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, rahmat.